Bugun yoshlarimizda qo'rquv, beqarorlik bor. Ota-onalarda kelajakda ularni kasb tanlashida, o'z o'rnini topishlarida ishonchsizlik bor. Biz bunga ajoyib yechim taklif qildik. Yakubov School O'zbekistondagi birinchi biznes va yuridik sohaga ixtisoslashtirilgan maktab. Bunda biz asosiy ta'lim standartlari bilan birgalikda soft skillsga alohida urg'u berdik. Ya'ni shaxs sifatida uning o'z fikrini erkin ifodalay olishi, tahliliy va tanqidiy fikrlashi, omma oldida nutq so'zlashi, muzokaralarda ishtirok etish san'ati, qanday qilib ha yoki yo'q deya olish san'ati ham va hattoki kiyinish fashion style'ga doir bilimlar ham barkamol shaxsni tarbiyalash uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Bugun bizga o'z shaxsiy pozitsiyasiga va mustaqil fikriga ega bo'lgan yoshlar kerak. Biz atrofimizda jamoani kengaytirish uchun shogirdlarni atrofga chorlashni boshladik. Yakubov Schoolga qabul jarayonlari davom etmoqda. Maktabimizda joylar soni chegaralangan. Pastdagi tugmani bosish orqali ro'yxatdan o'ting.